Öp bana. İyi. Cennetimiz, hayarana canımız, tavallud gününüz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Kimlarni tashabbusi bilan keldik deb o'ylaysiz? Farzandlaringiz Azamat, Azizbek, Gulshanoy qizingiz nomidan, keliningiz Muxlisaxon, nabiralaringiz Lazizbek va Muslimaxonlar nomidan tabriklab keldik. Farzandlaringiz juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Har doim baxtimizga sog' salomat bo'lib yurishsin deb tilab qoldilar. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onaning mehri-yu sahri boshqacha, to'lsa ham hatto 90, hatto 100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onalar yashaydi farzandin o'ylab, tunu kun Xudodan baxtini so'rab, onasi yo'qlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Tabriklaymiz onajonimiz, umringiz uzoq bo'lsin. Yaqinlaringiz tomonidan dil izhorlarga navbatni beramiz. Qizingiz Gulshanoyni taklif qilamiz. Shunday vaqtda keladi ama. Marhamat. Apa tabriklayman. Yuzdoshlar akam bilan katta farzandingiz Azizbek nomidan Mikrofonni vida qo'ymang. Mikrofonni vida qo'ymang. Azamat onamiz dilzorlarini eshitamiz. Voy uzrlar galinimiz nomidan. Galinimiz nomidan. Kelin emas doim qizim der, o'zim emas mening g'amim yer, tug'ib bergan menga shunday er, qaynonamni yaxshi ko'raman. Jon opamizga so'z navbatini beramiz. Hozir tur. Salom alik tabriklayman. Şu gelinimni uzoq Şu oğlum bilen de karnı oynap gülüp Bahtiyar'ın yürüge Kudayım. Sağdan oynap gülüp yürüge. Ilohim tilaklaringizga qo'shilib qolamiz. Onajon, shu opamizga yaxshi niyatlaringizni bildirib o'tsangiz. Aleyküm hürmetli devre katmışçıları. Bugün kızım sayarlarına doluğa gireyken. Bayım ömürleri uzak olay, İslam beklerinden karayla. Kudayım, bağlarının nevrelerine rahatini görüp oturulay. Kiçkine oğlana böylerken şamaya değişik koylar ama oturulay. Sağ olun. Ilohim tilaklaringizga qo'shilib qolamiz. Bugungi kun muborak bo'lsin. Ish o'rtog'i nomidan tilaklarni eshitamiz.
Dur. Atılacağım tabii ki. Ömrün uzak olsun. Anacığım yüzüne olsun her daim yakınlarınız, farzandlarınız, nabireleringiz erdağıda yürüş nasip eylesin. Ana tarafından atamlar Reklerge koşup kalanlar. Anacığım uzak olsun her daim sağ selamet yürüş, farzandlarını, yakınlarını, baxtiga har doim kulib sizga nasib aylasin. Tabrik loyihamizni endi o'yin kulgi navbatga beramiz. Hammangizga taklif qilamiz. Onajon yana bir marta tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin onajon. Endi o'ynaydi. Bas. Mikrofonni oling. Taşan bayda. Koyaring. Tabitti de ama tabitti. Yine aytan bana.